Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar, salomatmisizlar? Sizlarga akalar yangi kontent, yangi kanalda like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, yaxshiroq videolar ham chiqadi. Demak, bugun teleskop ochamiz. Ya'ni teleskop sotib olganman va ana o'sha teleskopni ochamiz. Bu teleskopni nomi videoda ham bo'ladi o'zi. Astromaster Celestron bo'lsa kerak, menimcha o'qilishi. Xo'p, mana shuni ochishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Teskari ochib olding demaysizlar-ku, to'g'rimi? Yoki shunaqa. Xo'p. Menimcha bu teskari yoki yerdan ochsak bo'ladi. Yo'q, teskari emas ekan. Teskari emas ekan, mana bu yerdan ochilar ekan. Qaychim. Korobkani ichida korobka. Onun ichida yana korobka. Yo'q, bu teskari ochildi bu. Yo'q, to'g'ri akalar. Men doim to'g'ri ish qilganman-ku, nima deyapsizlar? Hoppana! Yo'q-mo'yo, nima qaro bu? Buncha og'ir. Bu. Hop. Mana bu endi asosiy qismi bo'lsa kerak. Bu yerga qo'yib turamiz akalar. Hoppa. Mana bu endi menimcha oyog'i bo'lsa kerak. Kitobchasi yo'q. Celestron Deluxe. Xo'p. Buni surib qo'yamiz. Ana endi sizlar bilan kerak. Buni teramiz. Wow. Tak. Bular nima desa bo'ladi? Muruvvatlari. O'rt o'zbekcha gapiradigan bo'lsam, bu ana linzalarni qo'yib qo'yadigan joyi va mana bu asosiy qismi ekan. Endi asosiy qismi emas, asosi desam bo'ladi, chunki shunda turadi. Senga rahmat paket. Tak. Buni menimcha ochib olib turib, birinchi mana shunday holatda yopib olaylik, keyin yo'qni hal qilamiz. Xo'p. Tak. Hoppa. Menimcha yaxshi tushdi. Tak, demak bu yerga qo'yiladigan narsasi mana bu ichida bo'lsa kerak. Yo'q, qani. Adashmagan bo'layish qilib. Yo'q parasata, buni og'irligini qara. Bu akalar nima desa bo'ladi? Plus ushab turadigan, urinda ushab turadigan toshi, ya'ni tarozi bo'ladi-ku. Eski tarozilar bo'ladi. Xuddi ana o'sha tarozini toshiga o'xshagan narsa. Bu hozir bu yerga demak mana bunda bo'lar ekan. Qo'yishimiz kerak bo'lgan narsasi. Hoppa. Canavar. Mana senga olam gul,
Ketagingga siqqanicha ol. Tak. Buni bu yerga xotirishimiz kerak, meni tushunishim bo'yicha. Ha, javob. Sen to'g'ri yo'ldasan. Tak, buni xotirdik akalar. Endi tak, bunisi buni qanday xotiramiz? Buni qilsak bo'sh edi. Bu tomonga bo'lasak xotiriladi. Xo'p, endi mana bu yeriga ulanadigan narsasi balki buni ichida bo'lsa kerak. Xo'p, buni bir chetga olib turamiz. Endi akalar asosiy, ya'ni o'sha bizga tasvirni ko'rsatib beradigan teleskop mana shuni ichida bo'ladi. Yo-mayo, buni kattaligini qarang. Mana bu tarafkasi chiqsa kerak. Ha. Buni ham ochamiz. Tak. Bu sinmasligi uchun qo'yilgan paketlarida va mana bu yerda bizga tasvirni ko'rsatib beradigan linzalari. Xo'p. Bu qidirishda yordam beradigan, ya'ni misol uchun oyni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu kattaroq ko'rsatadi. Bemalol topishingiz mumkin. Undan keyin millimetrlarigacha mana bu asosdagi murvatlar orqali to'g'rilab olasiz. Tak. Bu esa menimcha tasvirni yana ham kattalashtirib beradigan, adashmasam bavo deylarmidi? Bu linza. Menimcha bunisi ham oy filtri bilan bo'lsa kerak. Tak do'stlar. Hattoki artish uchun lattasi ham bor. Tak, bunisini endi shu yerga qotiramiz. Bu yerga qotirilgandan keyin akalar adashmasam bu yerni bo'shatib turib boyagi tarozimiz shunga qotiriladi. Adashmasam. Balki daftarchasini ko'rarmiz, a? Xo'p. Garantiya qog'ozi. Albatta. Men to'g'ri yo'ldaman. Faqat noto'g'ri o'zini qanday qilib bo'lsam bo'ladi, mana narsa. Hop, do'stlar. Demak, to'g'ri qo'yilgan ekan. Prosta ma'nosi pastda bo'lib qolgan ekan. Buni aylantirdik. Men tomonidan aylantirish mumkin ekan. Buni burab mana shunday holatda qo'ydik va bu yerga endi teleskop qo'yiladi akalar. Bu yerda mana bu demak toshini o'rnatishimiz kerak. Va hozir o'sha toshini o'rnatamiz. Lekin og'ir bo'ladi. Oldin o'zini qattiq. Tak. Hop.
Maksimal darajada burib yo'lini ochish kerak ekan. Bas. Вот так пойдешь, и потом вот так пойдешь, и потом резкий. Пойдешь. Вот ana. Hop. Voy, onasini yemsin, yomon og'rib ketdi. Buni xotirib oldik. Endi eng asosiy qismi bo'lmish. Mana shu turing. Siz ham shu yerda turing. Oh. Davay, chiq bu yoqdan. Changdan, g'ubordan asrashimiz kerak bo'lgan, demak, teleskopimizni nima deydi? Lupasi deymizmi, oynasi deymizmi? O'sha narsa xullas. Kagras pul rezingasi kerak edi. Hop. Endi bilmasvoylar uchun ogohlantirish akalar, bunda quyosh ko'rib bo'lmaydi. Quyosh ko'rsangiz, oxirgi ko'rgan narsangiz quyosh bo'ladi. Har kuni ham ko'ra olmassiz. Hop, endi buni yechintirish kerak. Ben bunu o'zimcha aqlli qilib yechib oldim, endi xotira olsam bo'ldi. Hop, tur. Ha. Ana. Endi bunisini boyagidek qilib xotirib qo'yishimiz kerak. Xo'p do'stlar, buni qanday qilib xotirishni topdik va nihoyat mana bu joyi meni chalg'itib qo'ydi, chunki bu yoqda mana qorasi bor, lekin bu yerda yo'q, bo'sh turgan ekan. Men shundan xotirlar deb o'yladim. Lekin mana pastida mana o'zini joyi bor ekan, mana shu bilan xotiralar ekan. Xo'p, buni mana shunday teshigiga moslab qo'yamiz va mana ular orqali xotirib qo'yamiz ekan. Vola. Mana do'stlar. Demak, teleskopimiz mana shu ko'rinishga keldi. Endi buni mana bu yerdagi demak qidiruvchi durbinini va mana bu sozlovchi mexanizmlarini o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Bu ikkovi ham bir xil ekan ko'rinishi, bunda hech qanaqa farqi yo'q va buni akalar men voy malades. Hop, mana shunday burib olamiz va mana bu narsalarni qotirish kerak bo'ladi. Bu shunaqa narsaki akalar. Bilasizlar, osmonda yulduzlar yoki umuman osmondagi obyektlar juda kichkina bo'ladi. U juda millimetrgacha to'g'ri aniqlash kerak. Va agar buni misol uchun anaqa rezinoviy bo'lmagan, rezinoviy emas, xullas qattiq emas-da, xullas tushunmoqsizmi? Yumshoq. Bu orqali agar burasak qimillab ketmaydi teleskop va sekin astalik bilan buradi. Ya'ni to'g'rilanadi graduslar. Aynan shu uchun mana shunday moslamalar tanlangan. Demak, buni xotirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu demak to'g'riga, tepaga, pastga va o'ngga, chapga buriladi. Xo'p. Birinchi bittasini xotirib olaylik, keyin
ikkinchisini qotiramiz akalar. Xo'p do'stlar, mana bu yerda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, buni qotiradigan joy bor va mana shu yerdan qotirish kerak bo'ladi. Tak. Aynan mana bu yassi joyiga mana buni, ya'ni qotiriladigan joyini to'g'rilash kerak bo'ladi. Xo'p. Buni qo'yamiz va qotirib qo'yamiz. Endi buni buraganimizda bu ham teleskop ham qimirlaydi do'stlar. Endi ikkinchisini ham xuddi shunday qilib mana bu yerga qotirib olamiz. Xo'p do'stlar, ikkovini ham qotirib oldim. Endi buni men sizlarga ishlashini ko'rsatib beraman. Mana misol uchun buni buraganimda, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, sekin astalik bilan o'ng tomonga yoki chap tomonga egiladi desak ham bo'ladi, buriladi desak ham bo'ladi. Bunisida esa har buraganimda demak tepaga yoki pastga bo'lishi kerak. Demak do'stlar, bittasida o'ng tomonga yoki chap tomonga yotgan holatda burilar ekan, ya'ni bunaqasiga. Bunisida esa to'g'ri, ya'ni to'g'ri buriladi. O'ngga yoki chapga to'g'ri burilar ekan. Demak, tepa pastini to'g'rilash uchun esa bizga boshqa narsa kerak bo'lishi kerak, lekin uni nimaligini hali bilmayman to'g'risi. Hozir topsak kerak. Tak. Menimcha tepa pastga qo'limizni to'g'rilasak kerak akalar. Mayli, oxiri tayyor bo'lganda hammasi chiqadi. Xo'p. Demak, bunisi endi bunisi mana bu rezinkasi nimaga ishlatilardi? Nimadir ortib qolsa shu ko'nglim g'ash bo'ladi-da. Xo'p. Buni bu yerga o'rnatishimiz kerak, lekin qanday qilib? Mana bunday. Yo'q. Balki bunday. Mana bunisini bo'shatish kerak. Keyin bu kiradi qotiriladi akalar. Va bu o'rnatildi. Endi buni ichiga qo'yiladigan, demak, o'zini lupachasi bo'ladi akalar. Menimcha mana bu rezinkasi bu yerga qo'yilsa kerak. Tushgandek ko'rindi-yu, lekin aslida tushmagan ekan. Tak, bunisi nima? Hozir mana shularning ichidan bittasi shu yerga o'rnatiladigan bo'lishi kerak. Yo'q. Bu uzun bo'lar ekan, zinashit mana bu ekan. Men o'ylabmanki, bunisi tasvirni yana ham kattalashtirib beradigan 2x yoki 3x. Voy, lekin bilmayman ekan. Aynan mana shu. Demak, obyektlarni topishimiz uchun, ya'ni mo'ljal qilib olishimiz uchun aynan mana shundan foydalanamiz. Umid qilamanki, bu yerga sig'adi. Xo'p do'stlar, buni bu yerga joylaymiz. Tak. Bunday ko'rinishda va buni endi qotirish kerak. Faqat qayeriga? Bo'ldi. O'zi ushlab qolar ekan. Bizni qiladigan ishimiz mana shularni burab ikki tomonidan qotirib mahkamlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tak. Menimcha buni ham qotirsa bo'ladi, lekin oldin birinchi buni bo'shatib olib turib yo'q, bu qotmas ekan. Unisi qotmas ekan, lekin mana bunlar qotiriladi. Prosta bu qotmagani meni ko'nglimni g'ash qildi, chunki mana bu tekis turgani yo'qda. Bu ham qotganda agar o'rtada turgan bo'lardi, hozir biroz chapga qiyshayib qoldi. Lekin obyektlarni topishda balki muammo bo'lmas. Va mana shu narsa baribir meni qiziqtiryapti. Demak, bu narsani bu yerga qo'yishim kerak bo'lgan.
Do'stlar, bunisini o'ta qotirib olmas ekanmiz. O'zimiz ko'zimiz bilan chamalab markazlashtirib olamiz va buni tashqariga chiqqanimizda, demak, birorta kattaroq obyektga yoki misol uchun oyga qarab turib to'g'rilab olsak bo'ladi. Qanday? Misol uchun oyda buni ko'ramiz. Buni markazga to'g'rilaymiz. Bunda plus shakli bor. O'sha plusni o'rtasiga oyni to'g'rilab olamiz va bundan qaraymiz. Bundan oy ham xuddi shunday ko'rinsa, ya'ni markazda bo'lib ko'rinsa, demak, to'g'ri sozlagan bo'lamiz. Agar biroz o'ngroqda bo'lsa, buni ham sal burib qo'yamiz. Shunaqa qilib xullas o'rtasiga sozlab olsak bo'ladi. Demak, menimcha teleskopimiz foydalanishga tayyor. Endi bizga kerakli bo'ladigan ish bu tashqariga chiqib obyektlarni tomosha qilish. Demak do'stlar, sizlar bilan mana shu teleskopni birgalikda ochdik, yig'dik va albatta oyni tomosha qildik. Albatta telefonda olingan tasvirlar biroz emas, ancha likkillab, qimirlab, sizlarni g'ashilariga tekkan bo'lishi mumkin. Menga ham yoqmadi to'g'risi, lekin menda adapter bo'lmagani uchun qo'lda olishga majbur bo'ldim. Lekin keyingi videolarda albatta Yupiterni, Saturnni va shunga o'xshash yana Venera bor. Bizga yaqqol ko'rinadigan sayyoralardan, lekin hozir Venera adashmasam yarim tunda shu soat 2 yoki 3 larda ko'rinishni boshlaydi. O'shaning uchun uni tasvirga olish uchun yarim kechasi uyg'onishga to'g'ri keladi akalar. Va men harakat qilaman hammasini videoga olib kanalga joylashga va internetdan adapter zakaz qilib qo'yganman. U kelishi bilan videolarimizni tasviri ham o'zgaradi albatta. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'la, salomat bo'la. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yangi videolar chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysanglar, yangi videolarni o'tkazib yubormaysizlar akalar. Sog' bo'la, salomat bo'la. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.